Assalomu alaykum azizlar. Bugungi shu tayyorlayotgan murojaatim deymi, videomiz deymizmi? Shu elektr haqida bo'ladi. Bir eshitgandik, oqma gaz keladigan joylarda svitlariga qimmatlashtiradigan bo'limini yo'qotamiz degan gap bo'luvdi. Shu bir xil narxda oldingidek bo'ladi degan gap bo'luvdi, adashmagan bo'lsam. Shu narsa esdan chiqib qoldimi? Yo shu qonunini tayyorlash kechikib ketyaptimi? Yoki shu katta rahbarlarga qo'l qo'ydirish vaqt olyaptimi? Shuni tezlashtirsak demoqchiman og'aylar. Bu har oldinlari bir oyga bir marta pul qo'yib qo'ysak bo'lar edi. Boshdan boshlaylik. To'g'ri, Xudoga shukr, svitlar o'char edi. Necha 8-10 yillar oldinlari ko'p o'char edi. Juda qiyin bo'lardi. Hozir Xudoga shukr svit o'chmayapti. Lekin endi svit o'chmayapti. Buni svitni puli oshganda. Buni to'g'rilash oson bo'lmayapti-da. Nimaga deganda, xuddaligi 3 kunlik, 4 kunlikka pul qo'yilyapti-da. 50 ming, 60 ming, 70 ming qo'yasiz, 2-3 kunda tugab qolyapti. Kecha birikda yosh ro'zg'orlardan ham maslahatlashib ko'rdim-da. Masalan, bir haftaga 200 ming qo'yilyapti. Bir 200 minglik oziq-ovqat olyapti. Xuddi qancha yeb ichganimizga shuncha ketsa, masalan, kichikroq ro'zg'or deb turaylik, svetga shuncha pul ketyapti-da. Bu endi bizlarda hozirgi mana prezident aytgandiki, qaysi zamonga yashayapmiz derdi. Bu hozir yashayotgan bir innovatsion bir zamonimizga sal to'g'ri kelish qiyinroqmi deb o'ylayapman-da. Shu mana hammamiz O'zbekiston fuqarolari. Oqma gaz boradigan joylardagi ham mana bizlarda oqma gaz yo'q tomonlarga ham, bizlarga ham. Qonunlarga bir xil bo'lsa deb o'ylaymiz, deb iltimos qilamiz-da. Shu ular to'lagan soliqni bizlar ham to'layapmiz. Shu xullas hammasi el qator bir xil bo'lsin, bu yog'i ham. Mayli ularga gazi bor ekan, endi gaz hamma tomonga kelish qiyin ekan. Buni ham mayli tushunaylik. Mana shu svitlarimizga agar nechidan olib tashlaylik, haligi bir xil oldingidan normal narxda to'laylik pulini. Shu qiyin bo'lmasin deyapman. Buni bir tomondan aytib qo'ysam-da, bizlar mana qishloq joylarda yashaymiz. Yo'lda o'rtalarida, katta yo'llar chekkalarida daraxtlar turadi. Uni qo'riqlab turishadi, uni ekologiya ham kelsa qo'ymaydi. Odamlarni o'zi ko'rsa ham aytadi. Hamda vertolyotga chiqib qarasak, balandga chiqib qarasa, daraxtlar faqat yo'lda ikki chekkasida emas, katta yo'llarda. Qishloqda u tomonlarda ham odamlarning hovlilarining oldida, dasht tomonlarda, dala tomonlarda bor. Boyagi svet qimmat bo'lsa, bolachalar sovqotib tursa, shamollasa, 1 millionlab dori-kol ketadigan bo'lsa, bo'lmaydi deb shu boyagi kesatdi daraxtlarni. O'zi daraxt kamayib yotibdi. 3 oy qish bo'ladigan bo'lsa, kattaroq daraxtdan bittasini yiqitsa, 1 oyga yoqsa bo'ladi. Bitta ro'zg'or 3 ta daraxt yiqitsa, nechta ro'zg'or bo'lyapti? Bitta mahallaning o'zida 200 ta, 300 ta ro'zg'or bor. 300 ta ro'zg'or 3 tadan daraxt yiqitsa, 900 ta daraxt ketib qoladi-ku. Mana shu ekologiyachilarimiz haligi qonunlar tayyorlaydigan oila majlisidagi ekologiyachilarimiz mana shuni ham kiritingizlar. Boyagi daraxtlar kesilib ketdi. Hamma daraxtni asrab bo'lmaydi-ku, hammasini haligi qo'riqlab o'tira olmaysizlar-ku. Boyagi bolasi kasal bo'lsa, har qandaysga borib yiqitadi, keyin haligi yoqadi. Svet qimmat bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun mana svet normalroq narxda bo'lsa, mana shu baribir endi uyda isitishga foydalaniladi. Faqat yoritishga deb o'tirmaymiz-ku. Bu narsani to'g'ri tushunay aytmoqchiman-da. Shunga masalan mana shu qonunchilar bizlardan chiqqan deputatlar kimligini ham bilmaymiz. Men 5-10 ta odamdan so'radim, deputatimiz kimligini ham bilmaymiz. O'shanga aytib, o'shanga ayttirmoqchi ham bo'ldik. Hozir bir Telegram nimalarga chiqib, Telegramlarda qilsam, shunga murojaat qilib, deputat og'a bir mana shu gaplarni ko'taring deb aytmoqchi bo'lamiz. Bo'lmadi, o'zimiz chiqib aytyapmiz-da. Ana shunga shu demoqchiman, svetni gaz bormaydigan, oqma gaz kelmaydigan tomonlarda svetini narxini oshirmasa, shu ozroq oldingi narxda bo'lib tursa, mana shu ham ancha oligi bo'ladi-da. Biz mana yelib yugurib xizmat qilib chopib nima qilamizdan shu 4 kunlik, 5 kunlik pulni qo'yapmiz, bo'lib qo'yapmiz. Boyagi boquvchisi yo'qlar bor,
qiynalgan ro'zg'orlar bor. Hamma bir xil ro'zg'or emas. 100 ta ro'zg'ordan 70 tasi unday zo'r ro'zg'or deya olmaymiz. Qiyinroq ro'zg'orlar bo'lishi mumkin. Ana shular qiynalib qolyaptilar. Shuning uchun mana shularni shu rahbarimizga boshliqqa qo'l qo'ydirgani borganda ham bir yaxshi tushuntirib, mana bunday og'aynilar nomidan keldik, shu narsani qilib beraylik desangizlar, shu prezidentimiz ham kerak bo'lsa, orden beraveradi shu qog'ozni olib borgan, qo'l qo'yishga olib borgan deputatganmi, boshlig'iganmi, deputatlar boshlig'iganmi. Shu malades, mana shu xalqni o'ylayapsan deydi. Shu bir yaxshi qonunlarni chiqarib turib, mana shu xalqimizni qiynamaylik. Ayniqsa mana shu bo'lgan gapimda, mana shu svit masalasi juda qiyin masalada, zarur masala, qiyin emas. Narx qimmatli qilyapti. Mana shu keyingi birinchi haftaga masalan kamroq yoqar, ikkinchi, uchinchi haftaga juda katta pul ketib qolyapti. Odamlar 2 kunlikka, 1 kunlikka pul qo'yadiganlarni ko'rdim. Mana bozorda oltitalik paynetxonalarda shunday odam urxavur svitga pul qo'yishga, chunki bir oylikka bitta borib kelishga kuchi yetmaydi-da. Pul ko'p qo'ya olmaydi. 3 kunlik, 4 kunlik pulni qo'yapti. Unga ham borishga vaqt ketadi, kelishga puli ketadi, vaqt ketadi yana. Bu ham qiyinlashib qolyapti. Shuning uchun ana shu gazi bormaydigan tomonlarnikini ming marta iltimos xalqimizning nomidan ana shu svetining narxini arzon qilib bersak. Xudoga shukr, mana buyog'ini ham aytishimiz kerak, mana 8-10 yillardan buyog'iga mana svitlarimiz o'chmas edi, o'chmaydigan bo'ldi. Yo'llarimiz mana asfalt emas edi, qishloqda yo'llar shunday qiyin yo'llar edi, asfalt bo'ldi yo'llarimiz. Tez yordam mashinasi faqat shaharda bo'ladi deb o'ylaydik. Mana qishloqlarda ham bor ekan, tez yordam chaqirib qolyapmiz. Mana bolachalarimiz, yosh bolachamizdan bir 3 yoshlar, shularga ham kerak bo'lsa, 80 ga kirgan onam bor, unga chaqirib qolamiz. Bir xil vaqt o'zimizga ham chaqirdik. Xudoga shukr, mana shu tez yordamlar keldi. Yo'llarimiz asfalt bo'ldi, svitlar o'chmaydigan bo'ldi yoki juda kam o'chadigan bo'ldi deylik. Shu endi mana bu yoqda mana shularni ham bir yaxshi yo'lga qo'ysak bo'ladi. Endi mamlakatimiz bunaqangi kambag'al mamlakat emas-ku. Shu Xudoga shukr bor-ku, lekin shulardan to'g'ri yo'lga foydalanib, xalqimizni yo'lini ham qilib qo'yaylik. Chunki oldingi prezidentlarimiz aytardi, katta maylisda televizor ko'rmay ham qolyapti televizorda. Charchayapmiz kim bilan. Shu eng katta boyligimiz xalqimiz deyishardi prezidentlarimiz. Haqiqatan eng katta boyligimiz xalqimiz bo'lgandan keyin xalqni o'ylaylik. Mana shu gazi yo'q tomonlarda juda ko'p, buni kartani ko'ring, gazi bor tomonlari qancha, gazi yo'q tomonlari qancha. Bizlar shu gazi yo'q tomonlardan, oqma gazi yo'q tomonlardan odamlar svetini narxini normalni qilishdi, oshiradiganini olib tashlashdi vaqtinchalik bo'lsa ham. Shu qo'ldan kelgancha yordam qilingiz. Ana shundan xalqimiz nomidan so'rayapmiz. Ming marta rahmat. Noto'g'ri gapirgan bo'lsam uzr, lekin bu juda zarur gap. Bekorga aytganim yo'q. O'ylab aytyapmiz. Rahmat.